Hormanglar, assalomu alaykum hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz. Bu Phoenix jo'ja 2 oydan oshdi. Bunaqadan 15-16 tacha bor. Bular sotiladi. Mana hozir ko'rsataman hammasini. Mana bu ikkita xo'roz. Boshqacha ranglarda bo'lishgan bular. Mana yana bitta xo'roz. Hozir ko'rsataman. Oq aralashi. Mana chiroyli narsalar chiqishgan. Bu haliga yetganim mana. Oyog'i oq, bittasi oq, bittasi qora. Mana. Mana shular sotiladi. Ichida 16 ta bo'lsa, 7 ta 8 tasi 10 tachasi makiyon. 5-6 tasi, 7 tasini xo'roz. Mana ko'tarak olaman deganga kelishtirib berib boraman. Mana Phoenix xo'rozchalar, to'polonchilar. Ranglarini qaranglar. Sog'lom vaksina qilingan. 3 oyligida bir qilinib yuborsa mana xo'rozchalar, bunisi makiyon. To'g'risida ham makiyon mana. Mana bu yerda ham makiyonlari bor. Mana orasida bitta oqintiri xo'roz. Qolgan makiyon hammasi. Endi bitta orasida mana galasheyka ham bor yuribdi. Phoenixlar. Kimga qiziq bo'lsa, shu videoning o'zida nomerim bor. Telegram gruppamiz bor. Описаниесida ham qo'yaman nomerlarni. Phoenixlar. Bu Phoenixlarning ota-onalari qizil bo'lgan, oq bo'lgan. Shuning uchun mana xilma-xil rangda bo'lishdi. Keyin bularni chatishtirganimdan ham chiqqanlari bor. Oyoqda paypolilari ham chiqqan. Lekin Phoenix. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsanglar, viloyat vohiligi bo'lsa, Pitakgacha dostavka bor. Ana bo'lmasa. Phoenixlar. Bizda mana bunaqa ham bor. Yugurishni qaranglar.